Yana usta akalarimiz uchun yangi mahsulotlardan olib kelishni davom etyapmiz. Qutining ichida qanaqa mahsulot bor deb o'ylaysizlar? Hozir birgalikda buni sizlar bilan ochib ko'rsatamiz. Bu mahsulot nima? Buni qanday ishlatiladi? Buni ko'pincha toshni yoki granitni shunaqa narsalarni yuzini polirovka qilish paytida bilasizlar, qum shunga o'xshagan zarra, chang bo'lib atrofni kir qiladi. Shuni oldini olish uchun shunaqa mahsulot ishlab chiqarilgan. Buni bolgarkaga o'rnatasiz. Orqada mana bunaqa joyi bor. Ochgandan keyin bolgarkaga osongina o'rnatasiz. Bolgarkaga bu mahsulotni o'rnatish uchun bu yerda bunaqa nasatkalari bor. Shunaqa nasatkalari chiqadi. Bu instrumentni bolgarkaga o'rnatishdan oldin shu xomutlarni, shunaqa nasatkalarni o'rnatib, keyin buni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, zich bo'ldi bu instrumentimiz. Buni bu yerga tachilni diskni qo'yib, bemalol o'ziga kerakli toshni tachilga qilsangiz bo'ladi. Hozir keyingi qismda buni qanday qilib ishlatishni ham, qanday qilib ishlashini ham ko'rsatib beramiz.